hech kimga hech narsani isbotlamang. O'z haqiqatingizni, fikringizni, qarashingizni, sizning xatolaringizni poylab yashaydiganlarga tushuntirish shunchaki foydasiz. Ular o'zi uchun haq. Birovning harakati hisobida o'z nuqtai nazarini aytishga loyiq deb bilishadi o'zlarini. O'zini aqlliroq hisoblashadi va buni doim sizga isbotlagisi keladi. Kimdandir yaxshiroq ekaniga o'zini ishontirmoqchi bo'ladi. Bahosini aynan sizni kamsitgan holatda ko'targisi keladi. Gapiradigan odamlar xato qilishingizni kutib yashashadi. Uning qarashiga zid ish qilsangiz yoki umuman olganda biror xato qilsangiz bormi? Qo'liga tushding gunohkor deb xursand bo'lishadi va sizdan yaxshiroq ekani uchun quvonadi. Xato qilganingiz uchun xursand bo'ladi. Bunday odamlar oldida o'zingizni oqlashga hech qachon urinmang. Foydasiz. Chunki ular sizni eshitishmaydi va aslida bu tabiiy hol. Shunchaki hammada o'zi istagandek fikrlash, o'ylash va gapirish huquqi borligini tushuning va shu huquqni ularga ham bering. Bu turdagi odamlarni boricha qabul qilishni o'rganing. Haq ekaningizni kimgadir isbotlashga urinmang. Kerak emas. Hayotimiz uchun, xatolarimiz uchun vaqti soati kelib har birimiz javob beramiz. O'sha kunni o'ylab yashaylik. Bandasiga haqligimizni isbotlagandan ko'ra.